Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu safargi videomizda sizlarga yana arzon inomarka narxlarini chiqarish uchun har doimda biz Farg'onada Cars Premium Motors avtosaloniga yetganmiz do'stlar. Xudo xolasa bu yerda do'stlar sizlarga elektromobillar, undan tashqari o'zimiz jem mashinalar, undan tashqari gibrid mashinalarni qo'limizdan kelgancha obzor qilib beramiz. Mana shu yerda ko'rib turgan videolaringda mashinalardan xudo xolasa do'stlar yangisini ham, eskisini ham yoki bo'lsam sizlar hamyon ham kerak deydi xonlar uchun xudo xolasa qo'ldan kelgancha topib berishadi do'stlar. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz qo'limizdan kelgancha Shuhrat akamiz bilan birgalikda narx-navolarni hamda yurgan kilometrlarni qo'limizda encha tanishtirib o'tganmiz. Videoni arzon qilgan bo'lsa bittadan like bostirib, albatta kanalimizga mehmonlar bo'ladigan bo'lsa obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz charchamasdan ishlar yaxshimi? Rahmat aka. Xo'p, birinchi o'ylar aka qaysi biridan boshlaymiz aka? Xo'p, boshdan boshlaymiz. Mashinasi qanaqa mashina? Xo'p, birinchi mashinamiz Opel Mokka. 2025-yil 1000 km masofa bosib o'tgan. Nemetskiy sborka, original Michelin balonlarda. Buni ofitsial salondagi narxi $30,000. Bizda $22,000dan yana ozgina kelishtirib beramiz. Ozmas xudoolasi kelishtirib beriladi. Juda ham zo'r bo'lsa. Keyingisi BYD Champion gibrid mashinamiz 2024-yil 29000 km masofa bosib o'tgan. Bu gibridning eng fulli 150 km elektrda o'zida yuradi, umumiy hisobda 1200 km yuradi. Juda ham zo'r. Buni narxi $28800. $28800. Xudo xolasa yana bu aytilayotgan narxlardan ozmas kelishtirib beramiz shunaqa. Xudo xolasa juda ham zo'r bo'lsa. Xo'p, keyingisi aka? Xo'p, BYD Seal 2023-yil 30000 km masofa bosib o'tgan. Bu sportivniy hisoblanadi. 308 sekundda 100 ga chiqadi. Bitta to'liq zaryad bilan 700 km masofa bosib o'tadi. 100% elektr. 100% elektrda. Buni narxini 28000 dan kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi do'stlar. BYD'da hozirgi kunda eng chempion modelisi ham bo'ladi. Boshda chiqqanda juda ko'pchilik suyib mingan modellardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, keyingisi aka? Xo'p, Chevrolet Traverse mashinamiz 2023-yil 16000 km masofa bosib o'tgan. O'zi bunda bitta premier pozitsiya chiqqan, shu restyling. Mashina to'liq bron plyonka bo'lgan. Narxi 49800. 49800. 49800 dan yana ozgina tushib beramiz. Juda ham zo'r bo'lsa, xudo xolasa. Xo'p, keyingisi hozirgi kunda rosa trendga chiqayotgan Dongfeng 008, bu ham gibrid mashina. 2025-yil 7000 km masofa bosib o'tgan. Bu ultra eng full pozitsiyasi. Xolodilniga sovutadi, isitadi, abduf, abagrev, massaj hamma narsasi bor. Hamma narsa. To'liq quvvat bilan 1200 km masofa bosib o'tadi. Salondagi narxi buni ofitsial salonda 35400, bizda 31000 dan tushib beramiz. 31000 dan tushib beriladi. Juda ham zo'r bo'lsa. Xo'p, Kia K5 ga qiziqadiganlar uchun. K5 mashinamiz 2023 30000 km masofa bosib o'tgan. GT Line eng full pozitsiyasi, 360 gradus kamera, abduf, abagrev, head-up display, hamma narsasi bor. Panorama luklar. Panorama luk. Saloni ham oq salon, chiroyli chiqqan. Buni narxi 29000 dan tushib beramiz. 29000 dan tushib beriladi. 29000 dan tushib beramiz. Benzinda o'zida. Bu benzinda o'zi. Benzinda o'zida. Rasxod katta emas, koreyskiy sborkalik hisobiga patolog 8 tagacha rasxod qiladi. Juda ham zo'r do'stlar, kam rasxodlikdan. Xo'p, BYD Champion. Elektr 100% elektrligi bu 605 kilometrligi, 2023-yil 58000 km yurgan. Buni narxini 24800 dan tushib beramiz. 24800 dan dollar sotib beriladi. Juda ham zo'r do'stlar. Xo'p. Bunisi aka? Xo'p, Gentra'miz 2022-yil 69000 km yurgan, propan gazlar bilan jihozlangan, lyuk, ABS hamma narsasi bor, Amerikanka farala qo'yib qo'yilgan. Buni 12600 dan tushib beramiz. 12600 dan dollarga tushib beriladi. Kraskalari toza holatda. Juda ham zo'r. Xo'p, Malibu XL 2023-yil 60000 km yurgan. Xo'p, buni narxi menimcha O'zbekistonda 22500. 22500. 22500. XL menimcha O'zbekistonda narxda yo'q. Juda ham zo'r narxlarda do'stlar. Adashmayotgan bo'lsa, eng arzoni 24000mi, 25000 ko'rdim adashmayotgan bo'lsa. 22500. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Bunisi aka? Bu ham XL 2023 28000 yurgan, polni shumka bo'lgan mashina. 4 yumshoq balonlarda, tonirovka ruxsati ham 1 yilga yaqin bor. Buni narxi 25600 dan tushib beramiz. 25600 dan tushib beriladi, xudo xolasa. Do'stlar, bu yerda ko'rib turgan mashinalar ham mabodo sotilib ketadigan bo'lsa, lekin yana xudo xolasa telefon qiladigan bo'lsangiz, yana qo'ldan kelgancha xudo xolasa bu yerda yo'q bo'ladigan bo'lsa, yana topib berilaveradi, xudo xolasa. Kia Sonet hozirgi paytda Kia'ning eng ko'p sotilayotgan modellardan bittasi. Salondagi narxi 22400, bizdagi narxi 19800 dan tushib beramiz. 2025 500 km masofa bosib o'tgan. Hisobda yangi mashina. Eng full pozitsiyasi. Mana do'stlar, eng full tayyor holatda shuni olash, shuni emas. Hech qanaqa rasxod. Shahar ichiga 6 ta 6,5 ta benzin rasxod qilyapti. Juda ham zo'r. 19000 deyishmidingiz?
Buni 19800 dan tushib beramiz. 19800 dollarga tushib beriladi do'stlar. Xo'p, Jetaurchi aka. Jetaur X70 Plus. Eng full luxury pozitsiyasi, 1.6 turbina motor, 3 qator 7 kishilik, 3 ta monitorli eng fulli. Hop. 2023 32000 km masofa bosib o'tgan. Buni narxini 23800 dan tushib beramiz. 23800 dollarga chiroyli narxda qilib beriladi do'stlar. Aytib o'tganimdek, Xudo xolasa do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Biz hozirgi kunda Farg'ona viloyati, Farg'ona shahrida Cars Premium Motors avtosalonidan sizlarga qo'limizda yancha ma'lumotlar berib o'tdik. Kimga shunaqangi inomarka mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Soqqani bos kanalidan oldim dedi olsa, yana ham chiroyli narxda kelishingan holatda qilib berishadi. Xo'p, aka, manzilimizni bitta aytib o'tgansiz, biz hozir qayerdamiz aka? Xo'p, Farg'ona shahar Aloqa bank sveto'foridan Moliyan ko'chasiga kirganda chap qo'lda avtosalonimiz keladi. И Yandex kartaga ham Cars Premium Motors deb yozsa chiqadi o'zi. Chiqaveradi o'zi. Xudo xolasa bo'lsa yoki bo'lmasa ekrandagi nomerga aloqaga chiqdan bo'lsang, Telegram orqali Xudo xolasa chiroyli holatda sizlarga lokatsiyalar tashlab berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obunachilar. Rahmat. Sog' bo'linglar aka. Ko'pchilar. Qo'yishamiz.